Assalomu alaykum. Bugun challengeimizning 2-kuni va biz O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi va sobiq italiyalik himoyachi Fabio Cannavaro haqida gaplashamiz. Fabio Cannavaro 1973-yilning 15-sentyabr kuni Italiyaning Neapol shahrida tug'ilgan va ushbu klubda faoliyatini boshlagan. Xabaringiz bor, u O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi etib saylandi va hozirgi paytga kelib milliy terma jamoani boshqarmoqda. Uning birinchi faoliyat boshlangan joy albatta Italiya bo'lgan. Italiyaning Napoli, Parma, Inter, Juventus kabi klublarda to'p surgan va shundan keyin 2006-yilda Realga ko'chib o'tgan. Aynan shu vaqtda 2006-yilda mundial boshlangan va ushbu mundialda Italiya terma jamoasi bilan mundialni yutgan va aynan 2006-yilda Ballon d'Orni qo'lga kiritgan va tarixdagi yagona Ballon d'Orni yutgan, ya'ni oltin to'pni yutgan himoyachi hisoblanadi. Xabaringiz bor, 2006-yil mundialni yutgandan keyin Realga qaytgan va aynan Realning mutasaddilariga, futbolchilariga va qolgan barchaga rahmat aytgan holatda faoliyatini davom ettirgan va tarixdagi yagona oltin to'pni yutgan himoyachi bo'lib hozirgacha saqlanib qolmoqda. Shundan keyin 2009-yilda Italiyan g'ururi Juvega qaytgan va faoliyatini o'sha yerda yakunlagan. Yana bir ma'lumot, Fabio Cannavaro Italiya terma jamoasi safida 136 o'yin o'tkazgan va 2 ta gol kiritgan. Shu paytda aynan mana shu 136 o'yin davomida u jamoani sardor sifatida maydonga boshlab chiqqan. Futbolni yakunlagandan keyin albatta murabbiy sifatida faoliyat olib borgan. Xitoyning yana bir jamoasi hamda Saudiya Arabistoni terma jamoasi bosh murabbiy etib tayinlangan. Shundan keyin Italiyaga qaytgan va U21 jamoasini boshqargan. Hozirda esa 2025-yilda Timur Kapadze o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy etib saylandi va faoliyat olib bormoqda. Milliy terma jamoamizga hamda Fabio Cannavaroga 2026-yil mundialda omad tilaymiz. Futbol dunyosi, dunyo futbolidagi eng so'nggi xabarlarni biz bilan kuzatib boring. Salomat bo'ling.